Bilmayman. Ketdi qani. Assalomu alaykum. Qani endi turinglar. Hoji kabir duo qiling va sonra yo'lga chiqyapmiz. Mana yo'lga chiqyapti Hoji kabir o'zida. Amin. Duo qiling. Safarimiz bexatar bo'lsin. Sog' salomat borib kelaylik. Shunlarga borib, Allohning yo'lida xizmat qilib, yuzimizni yorug' qilsin ilohim. Sog' salomat borib kelaylik. Yusamjon. Hozir biz ketdik. Bo'pti. Sog'lik omonatida uchrasanmiz. Bo'pti.
Yetolmaysan qalblarga, qalbim to'la dardlarga, olamga sig'mas qalbim, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar, kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor, ikki dunyo bo'lsa xor, ichim to'ldi dardlarga. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor, ikki dunyo bo'lsa xor, ichim to'ldi dardlarga. Aka ketsa ukadan, choq qasirchim ortidan, gunoh yuklar yelkadan, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar, kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar, kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. O'ramiz deb kelishib qolganasi. Yerda bir paxta o'tlar 15 kishicha bor. Bugun bir 30 kishicha bo'lib ketdi. Yo'q, qayga bo'ldimi? Kiyimlar ketishgan. Kipr sindirib qo'ymay. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun bir ajoyib kun bo'lyapti xohlasa. Qo'qonda 10 ta davosh akalarimiz keldi. Bugun ish katta bo'ladi xudo xohlasa. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugun haqiqiy boshqacha kun bo'ladi xudo xohlasa qadrdonlar. Rustamjon efir olishni boshladi. Hammadan birma-bir efir olish kerak. Qadrdonlar kuzatib turinglar. Islomjon akam keldi mana Islomjon aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar charchamay. Mana biz ham keldik, xohlasa shu yerga, nazar tushgan joylarga. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, akalarimizni kanallariga obuna bo'lib. Rahmat hammalarga. Islomjon akam taniyotgan bo'lsalar, polni Qo'qondagi yog'ochlarda Abdurahmon aka tashib bergan mashinalarda xizmat qilgan. O'zi ham hasharda ham bo'ldi boshdan oxirigacha. Duo qilib qo'ylar, kelgan mehmonlar, qadrdonlar. Rahmat hammalarga. Mursayt akam, Tohir akam, Fazil akam hammani hayron qoldi. Fazil akam. Laksi bosaveringlar. Hoji akam, mana O'tkir akam. Hoji aka, sizgalarga askerdil bo'ylar. Bo'lmalarni almashtirib, endi boshqa. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Ha, Abdurahmonning kanalimi bu? Obunachilar yaxshimisizlar? Mana bugun 1-2 kun masjiddamiz. Aslida bo'lib birga-birgalikda shuni bitirib yoraylik endi tezroq. Aslida bo'lib jicha yordam qilib tursalaring, hammasi bo'lib ketadi xudo xolasa. Ha deb tursalar ham bo'ldi, bizga madad ber.
Tohirjon aka, Ahmad Qo'shaga. Tohirjon aka mana sekin bekin olib, oxirida kelmagan odamga o'xshab kirib keldi. Assalomu alaykum. Abdurahmonni tadbirchilari hammalaringga rahmat. Bizni kuzatganlaringga, kimliklarga rahmat. Mana Alloh nazar solgan joyiga mana yetib kelib oldik. Juda ham uzoq ekan. Bularga rahmat. Chetdan borib bizga bunchalik yordam qo'lini cho'zibdi. Rahmat ularga. Biz ham mana keldik. Yetmagan yo'l olish ekan. Ko'rmagan jetlarimiz ekan. Mana ko'rib ketyapmiz. Ham sayohat, ham hali ko'rmagan. Alloh rozi bo'lsin. Qo'shiqni tashlab o'zga. Ashna har kuni ko'radi yo'q. Omaligi suvlarni bo'yida hali katta nima o'tadi yo'qmi? Ha, men juda ko'p niyatlarga erishganman-da. O'zim qo'shadi daridanlar bildik-ku. Ha, o'sha juda ko'p narsani niyat qilganman. O'sha yerda erishganman. Balkim bir bu romantiklikdir. Endi haligi hammani o'zini bir nimasi bo'ladi-ku. Uni eshitdik-ku-da, uni kattalardan eshitdik, Tohirjon tarixlarini. Ammo to'g'risini aytsam, Ashqo'shadan keyin muxlis o'ldim. To'g'ri ekanmi? Undan oldin ham muxlis edik-ku, unchalik kuchli muxlis emas edik ekan. Ya'ni o'sha kunlardan esdalik qoldi. Men qo'lmayman. Ertaga. Bu yoshlikdan esdalikda endi u manzaralar qolmagan. Hozir 2005-yil. Mana kecha kungi ikkinchi etgan qo'shig'imizdan 25 yil oldin so'zini yozgan ekan. Endi mana sizlar bahana o'zi bir yulduzlikka tashlamasiniz. Shu xalqlar do'stlik saroyiga ham konsert berishga ham oshiqmasin. Menga misol mana shu sizlarning tadbirchi bo'lib, layklarni bossa 3000 ta odam ko'ryapti. Shuning ichida 500 ta layk bosilyapti. Shu 3000 ta odam hammasi layk bossa, menga xalqlar do'stlik saroyini nima keragi bor? O'zi erga ham siqsa 4000 ta odam sig'adi. Menga 3000 ta mana shu tadbirchi layklar bosib tursa, mana konsert. Ayda bersam bir kun ikki konsert berishim mumkin. Bayda har kuni berishim mumkin-ku. To'g'rimi? Hammalaringga rahmat. Shu yerda hozir Shepirni boshlaylik, tepada hisobdan maqturaveradi, isharalarni ko'rsatib, layk bosib turadi. Shogijon aka, bitta hozir ko'rishmagan. Kim bilan? Nimalar bilan? Obunachilar bilan. Obunachilar 50 marta ko'rishdim bunga. Nima, meni operatorim keldimi oldingizga? Ha, kelgan yo'q, obunachilar mana tom yopil bo'lay dedi, xudo xolasa bugun yovib ichlari dipta kartonlar bo'ladi. Eshik derazalarni quramiz. Xudo xolasa obunachilarni vaqt tursinda endi qo'llab tursin ozgina endi. Oz qoldi, ko'p ket oz qoldi xudo xolasa. Güzaramiz va shapti. Xudo xolasa. Tanjonlar sog' bo'lsin Shokijon aka. Aytganingiz kelsin. Qo'ldan kelgancha xizmatlarni qilyapmiz mana. Shifrlarni olib keldik, rekalarni olib keldik mana. Karisoyingizni taydan shamollab o'tib yuraversin. Aytganingiz kelsin. Karisoyingiz. Bu joni qatdan narsa ekan. Shokir aka. Akalarimiz mana to'yda qozonni boshiga kelib, oshqochon pisharkin deb turgan odamlar yo'shishadi bular. Xizmat, Boshqa ishlaydiganlar. Qozonni bo'yida hech qachon bekor o'tirmaydi odam. Osh chiqaringlar, qadrdonlar. O'zi buzibdi mana oshni. Shokir aka. Burxon aka, bu qanaqa yurishi, qanaqa osh bo'ldi endi bu? Alangaga anjan chosh bo'ldi. Anjan chosh bo'ldi. Qo'qonliklarga anjan chosh. Qo'qonliklarga anjan chosh. Vidib qabul qilaveramiz. Futbol uyushtiraylikmi kechib? Futbol uyushtiramiz ham. Yaxshi komandada o'ynab qo'yaveramiz. Qo'qon, Andijon rayon, Paxtaot rayon qo'laylikmi? Uchta komanda bo'laveradi. Ha? Uchta go'zal. Nasiblar mana futbolist bo'ldi. Bo'ldi. Ilyos akamada ichkariga reka to'qigani krepleniyasini kesyapti mana. Qo'rgam dastoni olib chiq.
Hormanglar, Mirsayt aka. Charchamayapsizlarmi? Abdurahmon usta kanali keldi jigar. Faqat assalomu alaykum hammalaringizni suv odamni ham laklayda bosinglar, nimasi g'arang bo'lsin, nimasi ham, bu narsa ham suv Alloh kim bo'ldi laklayda bosdan odamni qo'ylari baraka bo'lib keng bo'lsin. Alloh Dak bosganlar baxtli bo'lsin. Hoji aka, charchamayapsizmi, boshlab oldingizmi? Ha, rahmat, Allohga shukr. Mana boshlab oldik. Nima bo'ldi shipir? Qanchasi qoldi? Shipirda ozginasi qoldi. Oshmishda hoji aka. Bo'ldi. Mana Abet bo'laveradi shipirga bo'lar. qadrdonlar, hoji akami, Umidjon akami boshchiligida mana Mirsayt akam, Hayit akam, Fazillo akam, Jigar, Bezod akam, Umidjon akam, Ilyos akam, nima? Islomjon akam, Tohirjon akam, Hofiz Tohirjon akam. Devoldi gips akademiyaga reka to'qish boshlandi qadrdonlar. Bo'shi sohib jo'nab keldi. Mana shu ishni rejalashtirib olib qo'ydik. Qonli qadrdon akalarimiz. Nima qilaversalar ham bitadi. O lak bosi esdan chiqmasin. Tomdaligida 5 ming 10 ming pul nimalari katta. 5 ming 10 mingdan qilolmaylar. Tashlab tursalar ham tezda bitadi. Hasharga keldik mana biz. qadrdonlar, mana ko'pchilik buni ozgina bo'lib turib yig'ilgan ishni akalarimiz ko'rib, shuni mazasini ko'rgani uchun, shuni zavqini bilgani uchun bir qator videoda eslatib aytib qo'yishyapti. O'z fikrini bildirib o'tib ketishyapti akalarimiz. Alloh rozi bo'lsin akalardan ham. Bu vaqtda sizlarga ham katta rahmat kuzatib turgan qadrdonlar. Mirsayt aka tepada tomda ko'rdim, kilodingiz aka, Qo'qonda paytlarimiz esiga yurish maza qilyapti. Yolg'iz eshitdingiz eshitdi. 4 ta ishida. Batar aka mana shu yerda mana. Hurmatli qadrdonlar, assalomu alaykum. Qo'qonda yetib keldik o'zim. Bo'ldi ukajon, bo'ldi. Odamdan keyin Bo'lma. Abdurahmon mana bir chitga. Sizlardan iltimos ko'rsangiz topolmadim. Qo'llayni kelgancha hisobla qilinglar. Abdurahmon, mana kimniki? Qaysi? Sizniki shu? Yo'q. Hammomni qolib ketgansizlar. Men o'zim sumkamda yozib o'shatgan. Bu yo Rustamjonniki, yo nimaniki? Asror akamniki, uchovdan bittasiniki ular. Sizlarnikida shu endi bab ishlatasizlarmi? Davay, Hayitjon. Do'stim yur. Bo'ldi. Bo'ldi. Hayit aka. Qanday chiqarib oldinglar? Ha, chiqarib oldik. Assalomu alaykum. Abdurahmon kanalining asosiy obunachilari. Mana biz hasharga keldik. Sizlar ham ozginadan ehson qilib turinglar. Shu tezroq bitib ketsin. Iloyim sizlar mingni birda bersalar, sizlarga mingini bersin. Hammalaring tanjoqlaring sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda yaxshi Hayit aka, hozir gapirylik. shuni aytib turdim men. Qo'qonlik akalarimiz shu narsani ko'rgani uchun, mazasini bilib, zavqini nima qilib, zavqini totib, finallarni ko'rib, bitta uyda, bitta xonadonda ozginadan yig'ilgan mablag' bilan, ko'pchilikni mehnati bilan bo'lgan narsaga maza qilishgani uchun Sirojin akam kanalida ham, meni kanalimda ham, Rustamjon kanalida ham ehsonga bee'tibor bo'lmanglar deb turib, hammalari birma-bir aytib o'tyapti, bilayotgan bo'lsanglar deb hozir aytib turdim, ha? 5 so'm, 10 so'm ehsonni hech kimga kam bo'lmaydi. To'g'ri. Kam bo'lib qolmaydi. Kam bo'lib qolmaydi. Shu oila baxtli bo'ladi, akamiz sog' bo'lib qoladi. Bolalarning vaqtiga sog'lom bo'lsin shu akamiz. Shu 5 so'm, 10 so'm bilan voyib ketmaymiz. Masalan, 5 so'm, 10 so'mni kimdir bermasa ham boshqa tomonlama bo'lib bitib ketaverar ekan. Lekin befarq bo'lmasa, bitta narsasini qilayotganimizda nimanikida ayvoni qo'shilib ketdi. Mashina bo'lib turib hali qo'shilib, Naves qo'shilib ketdi. Naves qo'shilib ketsa, chiroyliroq bo'lib bitib ketib qoladi shu-da endi. Shu. Mana Hayit akamlar ham ko'rdilar, aka o'zingiz ehson qildingiz qancha, qo'ni qo'shnilar qancha, Umidjon akam mana Alloh rozi bo'lsin hamma. Qo'ni qo'shnilardan bittasi
bergan narsasidan bir kamayib qolgani yo'q-ku, lekin maza qilsa maza qildi. Ha, 5 so'm dollarni 10 so'm bilan to'ldirar ekan. Ehson qilishdan charchamaylar obunachilar. Hayatullo aka meni ana shu o'ylab turib, hozir menga baliq olib kelganda hozir, shuni faqat Asror akam o'ziga berib olmoqchi bo'lyapti. Men uni sezib qolganman. Sezib qolganman. Uni ham bilmay olib qolishim kerak. Shunaqa gaplar. Abdurahmon kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Like'larni bosib turinglar, ayamanglar. Rahmat. Iqrorda chinab kelgan nima o'tiribsan? So'zaki charchab. 3-4 ta. Yo'q, charchashu mehmonlarni jaylab chiqyapman. Obed oldi. Ichkariga ham joy qildinglar? Ha, ichkariga, maga. Boshlarimiz mana solindi qadrdonlar. Balkam chiqinglar, nima, kelinglar. Ha, bor akalar, to'g'rijoniki ichkariga kirolmaslar akalar. Tashqariga yoshlar o'tiraveradi. O, kecha dimlamadan ham bor mana. Menga ham odam kerak 5-6 ta. Bor odam ko'p hali. Ichkari to'g'ri. Sizga toza havoda boshqa baribir. Ha, toza havoda. Sig'isa ovqat olib. Toza havoda. Shokar, kirib ketdingmi? Kattalar. Ko'pchilik kelmaydi. Abdurahmon. Bo'ldi. Bo'ldi. Kirishyapti ichkariga. Sizlar nima qilsanglar bo'ldi. Qadrdonlar endi obed qilamiz. Obeddan keyingi ish jarayonlarimizni videolar to'xtatmasdan ko'raverasizlar. Bugun juda qiziq videolar bo'ladi, xudo xolasa. Hozirgacha bo'lib kelayotgandek, qolgani ham inshaalloh zo'r videolar chiqadi. Kecha ozgina qayg'uli videolar bo'lib qoldi. Akamiz tomdan tushib ketib qoldi. Shunga o'xshagan narsa, lekin ish zo'r bo'ldi kecha. Ishimiz rosa barakali bo'lgan, xuddi bugungi kabi xudo xolasa. Qadrdonlar kuzatib turinglar, obeddan keyingi ko'rishguncha. Hayat aka. Faqat ishlayman deb kelgan ekansizda, ha? Ishlayman deb kelganman. Bir o'tirib mehmon bo'lib, gurung qilamiz demoqsiz ekanda. Ishlaymiz deb kelgan. Siz qo'shamiz deb kelganman mashikka. Fazil akam tom yonish Fazil akam. Nimada? O bir-birimizni ko'ra olmayapmiz o'zi. Musayt aka. Ko'rinmayam Ha, bir-birimizni ko'rib tanimayapmiz ona. Ketdik. O'tiryapsizmi? Mana aritishlar mashinachi sumkaga. Ketdik. Tomda kim bor? Men hali nimam qolib ketdi-da. Aka. Tanaslar ajrat bo'lmasin. Assalom. Sizmi? Chiqdingizmi? Rahmat, Allohga shukr sizlar. Yopilib ketdi, xudo xolasa. Oyog'ini ochib yuboribsizlarmi? Ochib yubordik. Sho'zvorliklar. Ha, shipir ham keldi. Sizlarnikidan keldi shipir. Islomjon aka, charchamasizmi aka? Qadrdonlar sananglar, Qo'qonlik akalarim oldiga bitta olib boraman. Necha kishi kelishib sananglar. Islomjon aka, Tohirjon aka, Oy, sog' bo'ling. Jigar, Sohibjon akam, Hoji akam. Shomcho'da o'qiysiz endi. Shomcho'da o'qimasa yo'lda arosa to'p qoladi. Arabikzor. Best aka. Obunachilar yaxshimisizlar? Best akam, biz bu yerdaligimizda Qozog'istonda edik ekan. Bu yerda ko'rib turgan ekan, bizni kuzatib, shuna kelibdi-yu, sizlar bilan birga boraman deb qo'shilib ketdi ekan. Duo qilibsizlar. Best akam kelganda nechta bo'ldi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Hozir qolganlarni ham ko'rsataman. Matala akam mana Onasi mana kunam o'tdi. Rosa ertaga bitirib yakunlaymiz. Inshaalloh. Hayat akam. Hayat aka. Tak. Bolalar turaveradimi? Ha, turaveradi aka. Ha. Mustayt akam mana. Nechta bo'ldi qadrdonlar shu kelganmizda aytib qo'yinglar, yozib qo'yinglar kommentariyaga. Bu yerda kim bor?
Umidjon aka. Fazillo aka. Qaytib berasizlar, qadrdonlar, necha kishi bo'ldi? Qo'qonlik akalarim, o'zingizlar Sirojin akam o'zimiz tomonlik. Bugun ishni ham tugatdik, ajoyib ishlar bo'ldi. Nima? Bitta Hojon aka kelibdi. Aha. So'rayapti. Siz aslida siz ham video yaxshisiz ham bo'ladi. Men qo'qonliklar bilan biz bilan ko'rishgani kelgan ekan. Bo'l. Ketdik. Qadrdonlar, Hojonamiz kelibdi. Qayerdan keldi? Men hali bilmadim. Qayerdan keldi do'stim? Teshtoshdan. Teshtoshdan Hojon aka kelibdi. Bizdan xabar olgani qo'qonliklar bilan ko'rishib ketaman deb kelishdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana bordim. Hindistonda nimasiga yo'qda, mana qilaman deb mana qo'yapman. Ularga ashna hurmat ko'rsatasiz endi ularni oldiga borganda endi. Ha, bunday qilishadi, siz ham bunday qilasizda. Bunday qilsiz tushunmaydi baribir. Bunday qilasiz. Namaste desa assalomu alaykum deyapsiz. Bular qo'la assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzingizlar, charchamasdan. Xudo xolasa ishlarimiz ancha yurib ketdi. Mana shu akalarim kelib, Alloh rozi bo'lsin, duo qilib qo'yinglar. Mana shu kanalni ham qo'llab turinglar. Juda bir xato ketyapti. Mana shu kanalni ko'rayotganlar. Mana shu 2000-3000 ta odam ko'ryapti-yu. Shu 2000-3000 ta odamga hech bo'lmaganda yarmi. Shunda bossa 5000 ta, 10000 ta odam ko'radi. Yani 10.000 ta odam hech bo'lmasa yarmi bossa 100.000 prosmotr bo'ladi. O'sha Abdurahmonning qilayotgan mehnatini, mana shu video oladi, YouTube'ga joylaydi sizlar uchun. Bu ozgina ish emas bu. Mana hozir videoga bo'lgandan keyin 1 soat vaqtini ajratib montaj qiladi. Shuni hurmat bilan bitamoni bosib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos. Qo'qonlik akalarim aytyapti. Bitta kelgan odamlarni ko'rsatishdim, akam keldi, faloncha akam deb keldi. Nechta bo'ldi, kommentga yozib qo'yinglar dedim. Kelgan qadrdonlar Qo'qonga biz borib kelardik, bilardik-da, mana oson emas. Qo'qondan bega kelib ketish oson emas. Mana shu hamma akalarimiz ikkita mashinada bo'lib kelishibdi. Juda qattiq duo qilib qo'yinglar, yig'ilishib, vaqt ajratishib, biz o'zimiz ishimizlik uchun 4 kishi bo'lib ketardik, lekin uyushib kelish oson emas, uzoq joydan. Yana 2 kunga nasib bo'lsa balki 3 kundir mana shu yerda bo'lishadi, Xudo xolasa. Endi Hojonlarni oldiga chiqamizmi? Men bularni olib chiqib ketay, siz chiqaring. Bo'l. Nima? Iqrorbek, tepada hali ustunda narsa qolib ketdi, topshaverasizmi? Topshirib, ama ichkarida zaryadchigim ham olasizlar, iltimos. Ha, tomda qolib ketdi hali ustunda qora. Ha, keyin nimami? Ichkarida zaryadchigim bilasizlar qaysiligini? Ashna olib chiqasiz. Qadrdonlar, tomlarni yopib oldik. Faqat men eski tomni ochib, xudo xolasa, kalta horilarini, to'sinlarini chiqarib oldik. Strapillar tortib, xudo xolasa, ertaga yetmagan shipirini olib, kamini qo'yib olamiz, xudo xolasa. Shunaqa niyatdamiz. Inshaalloh. Qadrdonlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar, kartalarga befarq bo'lmanglar. Hojonam ketdi, mana Hojonam bilan hozir ko'rishamiz. Kelinglar. Assalomu alaykum. Tomonim qayerda qoldi, jigari deb. Nima Abdurahmon? Assalomu alaykum, Hojon. Keling, voy Abdurahmonim, keling. O'rgilay, jonim odam, o'rgilay, yurishsinmi? Voy, sog'liklaringiz yaxshimi? Yurishsinmi? Ishlayapsizmi, charchamasdan? Sizlar Hojonam? Rahmat, o'zingiz ham. Uychilar yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Allohim har doim ishlaringiz bardavom bo'lsin. Endi yurtdi ustida shunaqa aziz mukarram bo'lib yuringlar. Shunday mana hech kim bo'pti ona. Bo'pti. Chiqishyapti. Bizni shunday muxlisimiz bor ekanlari, yurgan ekanmiz-da biz ham. Hojonam ham tanjonlar sog' bo'lsin, hech qaysi proyektni befarq qoldirmaydi. Finalga ham boradi. Xudo xolasa. O'rtada imkon boricha finalga kelib bu yerda xizmat qilar o'g'illarimi? Inshaalloh. Allohim, to'g'ri. Allohim ash kunlarga yetkazsin hammamizni ham. O'shanda Xudo xolasa o'lmay yetib olsak, o'sha duo qilgan onajonlar degan qo'shiq tayyorlayman. Bo'ldi. Men uchun deb qabul qilaman-da o'zim. Bo'ldi. Hojonam. O'rgilay, davoshlaringizdan, o'rgilay. Borilarga
Bir sayjon qani? Hozir chiqyapti. Telefonim qolib ketdi. Onalaringlar hammalar yaxshimi? O'tiribdimi? Xudoyimga shukr. Onasi bor ular hammasi mana hammamiz ham duodamiz. Ularda onalaringlar qatorida endi bolalarim o'rgilishlardan. Umringizga sizga Alloh baraka bersin, xonadoningizga fayz baraka bersin. Ancha yillar umr guzorlik yashashlikni Allohim hammamizga, sizga, bizga nasib qilsin. Hozir masalan sizlarni ko'ribchi, to'g'risi oyog'ida o'rgab qo'yilgan yo'q. Suyunganimdan hammalarni yaxshi ko'ring. Keling bolam, sizni ham ziyorat qilib qo'ying, jonim bolam, o'rgilay. Alaykum assalom, o'rgilay. O'rgilay bolalarim, ashida yaxshi. Qo'qondan bag'am, xola, Qo'qondan. Ashida. Ha, Qo'qondan kelishdi. Nima gaplashuvdik, o'tib ketolmadim. Eshik yo'q. Yashang hojiona, rahmat, salomat bo'ling. Umringizga sizga Xudo baraka bersin. Hamisha ovozlaringlarga ovoz bersin. Ilohim. Yerda ardog'ida hamisha aziz mukarram bo'lib yuringlar bolalarim. Yashang hojiona. Voy Musajon, o'rgilay. Voy, sizni ko'rib assalomu alaykum, hojina. Yaxshimisiz, sizmisiz? Ilohim. Musajon ota-onasini ko'rgan nima o'zini ko'rmayman. Alaykum assalom. Rahmat hojina. Sog'liklaringlar yaxshimi? Bizdagilar bola chaqalar. Hali o'g'lim o'qishga kirib oldimmi? Hammalarni kuzataman-da bolalarim. Qani Musajonlarga ham. Tanjoninglar sog' bo'lsin o'g'lim. Umringlar uzoq bo'lsin. Rizqinglar ulug', martabalar baland bo'lsin. Qo'shganinglar men qo'shaqaringlar. Farzandlaringlarda rohatini rohatda, qariganda qariligashini surib yurishlik nasib qilsin. Allohim hammanglardan Alloh rozi bo'lib, Allohdan nimani so'rasanglar Alloh o'zi yetkazib bersin Allohim. Parvardigoring ham hamisha sizlarni yomon ko'zdan, yomon so'zdan, bevaqt falokatlardan o'z panohida asrasin. Allohim o'ziga omonat. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Bir rahmatga. Yashang hojiona. Rahmat. Yana xudo bitta imtihoni bor. Voy duodamiz, men yozishni bilmayman, o'tirgan o'rnimda duo qilaman. Duo turing, duoda chiqdi ekan. Meni telefonim andaqa. Nima bir bolacha yozuvda ekan. Hojiona siz ham bitta duo qilib qo'yamiz. Allohim pok parvardigorim. Mana shu hojiona bizni yaxshi niyatlarda, ulug' ayyom kunlarida yo'qlab kelishdi. Allohim ularni ham o'zing yo'qlagin. Shu savobli ishlarga barchamizni umrimiz oxirigacha umr guzorlik qilishlikni, shunaqangi savobli ishlarni qilishlikni nasib ro'za aylasin. Allohim mana shu hojonamni ham dardiga shifo bergin, xonadonlariga fayz baraka bergin. Farzandlari, nabiralari ham dunyoviy ham diniy ilmda egasi bo'lishlikni nasib ro'za aylasin. Allohim yurtimizni tinchlik, xotirjamlikda asragin. Hojonamizni yo'qlashibdi, Allohim sen ularni yo'qlagin. Allohumma solli va sallim va barik ala sayyidina Muhammad va ala alika adada kamalillah va kama yaliqu bi kamalik. Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antalloh la ilaha illa anta al-ahadus samad. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب. Yashang hojjon. Hammalarni yaxshi ko'raman. Bolalarim orada Allohning o'ziga omonat. Hamisha sog' salomat o'ynab yurib, alaykum assalom. Jonim bolam. Hayajon. Hayırlar chiqadi qoldi. Hayırlar ham bormidi? Yo'q, ummatalakam bor. Ummatalakam bor mana. Voy, keling o'rgilay. Voy, Qo'qonlik aziz mehmonlarim, o'rgilaydan joninglar sog' bo'lsin. Umringlar uzoq bo'lsin, bolalarim, rizqinglar ulug' bo'lsin, martabalar baland bo'lsin. Shu o'g'lillarimni ham qo'shganlarim ham qo'shaqarsin. Farzandlarim rohatini rohatda ko'rib, qariganda qarilik yashini surib yurishlik nasib qilsin. Allohdan nimani so'rasa Allohim o'zing yetkazib bergin. Ko'rguvchi, bilguvchisan Allohim. Shu bolalarimni hamisha yomon ko'zdan, yomon so'zdan, bevaqt falokatlaringdan o'zing saqlagin Allohim. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan. Hujra bolalarim niyatim bor edi, ammo bir mehmon qilish. Xudo xolasa. Anaqa final to'ylariga kelinglar hammanglar. Kelaman men sizlarni ko'rganim. Finalgacha mashina bular. Bo'pti, rahmat. Yaxshi mehmon qo'ring meni nomimdan. Ha, siz nomingizdan mehmon qilaman. Kelishaveramiz, kelaman. Men hisob onamdan deb. Bo'pti bolam. Hop. Yaxshi qolinglar. Yaxshi to'ylaylar. Bo'pti. Qadrdonlar, bugun bizga ketyapmiz. Barcha qo'qonliklar va anjarliklar bizga ko'rishamiz-da, Musa? Sog' bo'ling.
Turinglar kommentariyalarda xudo xohlasa yozib turinglar. Kuzatib turinglar. Rahmat hammalarga kuzatganlar uchun, qo'llab-quvvatlab turganlar uchun. Rahmat. Qizilbekxonga? Abdurahmonjon yo'l ko'rsatmas ekanmiz bilan. Qadrdonlar el samovarga ketdik. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ertagacha. O'sha o'rtaga qo'yinglar. Ko'pga. Aşağı yeterken mi ayet öyle? Bunu başta içinde bir yere tutmalar. Şimdi olar. Sun Hanedan üni Paydivar bo'lmasa divar amanet Paydivar bo'lsin Hanedan üni Paydivar bo'lmasa divar amanet Avval ko'ngil qo'ymay boshlama to'yni sevgisiz oila ro'zg'or omonat Avval ko'ngil qo'ymay boshlama to'yni sevgisiz oila ro'zg'or omonat 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 takror omonat sevgisiz oila ro'zg'or omonat yurtingni yomon deb hech yodga qolma otingni yomon deb piyoda qolma yurtingni yomon deb hech yodga qolma otingni yomon deb piyoda qolma yoringni yomon deb uyatga qolmay yoringdan bor foyda xushdor omonat yoringni yomon deb uyatga qolmay yoringdan bor foyda xushdor omonat 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 takror omonat yoringdan bor foyda xushdor omonat qasamning ont bilan dambadam ichma xiyonat qilingan badandan quchma qasamning ont bilan dambadam ichma xiyonat qilingan badandan quchma har nadan ketsang ham vatandan kechmay bevatan insonga mozor omonat har nadan ketsang ham yurtingdan kechmay bevatan insonga mozor omonat 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 takror omonat
bevatan insonga mozor omonat. Bu joning Xudoga ming bor omonat. Bu joning Allohga ming bor Bevatan insonga mozor omonat. Qadrdonlar so'rakam bo'lsa yozinglar. Rahmat. Dunyo omonat. Mashq qo'shiqda raza sovqatib, o'sha Oqtepada ishlayotganimizda bitta qo'shiq aytib bering deganmizmi, endi qo'shni esimda yo'q. Shu qo'shiqda aytganda bir shunaqa boshqacha bo'lib ketganmiz. Endi haligi qo'shiqda ham aytish borda. Shunda qo'shiqda aytganda o'chirmanglar deydi. Endi o'chiramiz. Qo'shiqda aytganda bunday yurakka yetkazib beradigan aytilishi bor ekan, bunday aytilishi bor ekan. Endi To'g'ri aka aytganda shu har bitta so'zini tushunib eshitasiz-da. Ofarin, to'g'ri, malades deydi. Jonli efir qayerda biladi? Qistirdan bo'lsa, Nimada? Qistir. Qistir bo'ldi. Qadrdonlar, ko'pchilik nima qilgan ekan, Abdurahmon bilan Umidjon aka bilan duo oxirgisiga hozir mana shu taklif qilamiz. Keyin efirimizni Abdurahmon o'zi o'chiradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Ehson qilganlar hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Ertaga indinga 17tasiga ham bizni qo'llab-quvvatlab, kartalarni befarq bo'lmay turinglar. Shu Farida pamga ham rahmat. Mana 2 soatmi 3 soat davomida tinmasdan shu kartalarimizni tashab, qo'lini og'ritib, yozib